Shahar shovqini, trassadagi tirbandlik va mashinalarning g'irg'ir ovozi Feruzaning quloqlarida aks-sado berdi. Bugun u shahar markazidagi kichik, ammo shimam avtomoykaga kirishga qaror qilgan edi. Yomg'irdan keyingi asfalt hali nam edi. Quyoshning so'nmagan nurlarida suv tomchilari porlardi. Feruza mashinasini asta-sekin bo'sh joyga qo'ydi, qo'llarini mashina g'ildiragiga tekkizib, uning yuzasida chang va loy aralashganligini sezdi. Ichki hislari aralash, bir tomondan hayajon, boshqa tomondan esa biroz xavotir. Samir esa avtomoykaning boshqa tomonida edi. U qo'lida shampun shishasi va sponj bilan mashinani yuvayotgandi. Suv tomchilari quyosh nurida oynalar kabi porlardi. Samirning yuzi quvnoq, tabassumi esa har doim atrofdagilarga iliqlik ulashardi, lekin ko'zlarining chetida yashirin bir qayg'u ham sezilardi. Moliyaviy qiyinchiliklar uni har kuni biroz ortiq o'ylantirardi, lekin u bu haqida hech kimga aytmasdi. Feruza mashinasini joyiga qo'yib Samirga qaradi. Ular bir-biriga qarashdi va ilk lahzada oddiy tabassum almashdi. Feruza biroz hayron edi. Avtomoykada shunday qiziqarli uchrashuv bo'lishi mumkinmi, deb o'yladi u. Samir ich-ichidan o'ziga savol berdi. Bu uchrashuv hayotimni o'zgartirib yuboradimi? Mashina atrofida oddiy suhbat boshlandi. Feruza Samirning ish uslubini kuzatib, uning samimiy va quvnoq tabiatiga qoyil qoldi. Samir esa Feruzaning kulgisini, har bir so'zida sezilayotgan samimiy va quvnoq ruhini his qildi. Suhbat asta-sekin, tabiiy ravishda qiziqish va hayajon bilan to'ldi. Feruzaning qo'llari biroz sovuq edi, lekin u o'zini qiziqarli va quvnoq tutishga harakat qildi. Samir esa qo'llarini suv bilan namlab, mashinani ehtiyotkorlik bilan yuvardi. Har bir tomchi suv, har bir hazil, har bir ko'z qarashi ularning qalblarini asta-sekin birlashtirib, ichki bog'lanish hosil qildi. Shu birinchi uchrashuv oddiy ko'rinishda bo'lsa ham, ularning hayotida yangi bir davr eshigini ochdi. Kambag'allik, qiyinchiliklar va hayotiy muammolar ularning yo'lini to'sib turadi, lekin shu kun, shu lahza ularni bir-biriga yaqinlashtirdi. Feruza va Samir bir-birini tushunish va his qilishni endi boshlagan edi. Ularning fikrlari ich-ichidan aralashdi. Feruza o'zini baxtli his qilardi, lekin kelajakda nima bo'lishini bilmasdi. Samir esa bir tomondan quvonchni his qilar, boshqa tomondan esa moliyaviy qiyinchiliklarni yengish zaruriyatini his qilardi. Shu lahzada ular bir-biriga yaqinroq bo'la boshladi. Sevgi va drama asta-sekin shakllanardi. Avtomoykadan chiqib, Feruza mashinasini sekinlik bilan shaharning gavjum yo'llaridan olib ketdi. Quyosh hali osmonda baland, ammo iliq nurlarini yo'qotib borayotgan edi. Feruza ich-ichidan hayajon va quvonchni aralash his qilardi. Samirning samimiy tabassumi va o'ziga xos hazillari uning qalbini iliq his-tuyg'ular bilan to'ldirdi. Samir esa ishini davom ettirdi, lekin u doimo Feruzani o'ylardi. Qalbida esa bir savol paydo bo'ldi. Agar u bilan yanada yaqinlashsam, moliyaviy qiyinchiliklarim ularni xafa qilmaydimi? Bu savol uning ichini qiynardi, lekin u bunga e'tibor bermaslikka harakat qilardi. Keyingi kunlar davomida Feruza va Samir bir-birini ko'p uchratishni boshladi. Ba'zida ularni shahar markazidagi kichik kafe, ba'zida esa bog'dagi yashil dam olish joylarida uchratish mumkin edi. Har bir uchrashuv, har bir suhbat ularni asta-sekin bir-biriga yaqinlashtirdi. Feruza quvnoq tabiatini ochib, har bir lahzada kulib, Samirning yuzida quvonch uyg'otardi. Samir esa o'zining quvnoq va ochiq xarakteri bilan Feruzani hayratga solardi. Lekin hayot doimo shirin bo'lmaydi. Feruza o'z moliyaviy qiyinchiliklarini yashirardi. U oddiy ish bilan kunini o'tkazar, lekin oilasining va o'zining moliyaviy ahvoli uni ba'zan juda charchatar edi. Samir ham shunga o'xshash ahvolda edi. Uning ish haqi kam, lekin hayot talablari ko'p edi. Shu sababli ular orasidagi kichik tushunmovchiliklar va xavotirlar asta-sekin paydo bo'la boshladi. Bir kuni Samir Feruzaga shunday dedi: Feruza, men sen bilan ko'p vaqt o'tkazishni xohlardim, lekin hayot qiyin. Ba'zida men pul masalalari haqida o'ylayman va bu meni bezovta qiladi. Feruza esa muloyim tabassum bilan unga javob berdi. Samir, men ham seni tushunaman. Hayot qiyin, lekin bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak, biz hamma narsani yengib o'tamiz. Ularning suhbatlari shirin bo'lsa ham, ichki xavotirlar, kambag'allik va hayotiy qiyinchiliklar ularni sinashda davom etardi. Har bir uchrashuv, har bir tabassum, har bir kichik hazil ularni bir-biriga bog'lab, sevgi hissiyotini kuchaytirar edi.
Feruza va Samir bir-biriga yaqinlashgani sari ular birmasdan birinchi katta sinovga duch kelishardi. Moliyaviy qiyinchiliklar va hayotiy majburiyatlar ularning yangi boshlayotgan sevgisini sinashni boshladi. Shu lahzada ular bilardiki, haqiqiy sevgi faqat quvonchda emas, balki sinovlarda ham ko'riladi. Shahar osmoniy bulutlar bilan qoplangan edi. Kichik yomg'ir tomchilari asfaltni namlay boshladi. Feruza ishidan qaytayotgan edi. Qo'llarida qog'ozlar va kundalik xarajatlar ro'yxati. Har bir xarajat uning yuragiga og'irlik qilardi. Samir esa ishidan chiqib uyga qaytayotganida moliyaviy majburiyatlarni o'ylab, biroz tushkunlashgan edi. Shu kuni ular tasodifan yana avtomoykada uchrashishdi. Feruza mashinasini kiritar ekan, Samir uni ko'rib jilmaydi, lekin ko'zlarida biroz g'am sezilardi. Feruza esa uning kayfiyatini sezib, ich-ichidan xavotirlandi. "Salom Samir, bugun qanday kun bo'ldi?" dedi Feruza quvnoq ohangda. "Salom Feruza. Kun oddiy edi, lekin biroz murakkab", deb javob berdi Samir, lekin u so'zlarini davom ettirishdan bosh tortdi. Feruza uning yuzini diqqat bilan kuzatdi va bilib oldi, u moliyaviy qiyinchiliklar tufayli biroz tushkun. Shu lahzada Feruza ham ich-ichidan o'z qiyinchiliklarini yashirishni boshladi. U oilasiga yordam berish kerak edi, lekin hali o'z mablag'ini to'liq boshqara olmaydi. Ularning suhbatlari oddiy ko'rinish bilan davom etdi, lekin har bir so'z, har bir qarashda ichki xavotirlar sezilar edi. Samir o'zini quvnoq tutishga harakat qildi, lekin u ham bilardi, haqiqiy hayot romantik emas. Shu kuni ular bir-biriga yaqinroq bo'lishga urinishdi, lekin birinchi kichik sinov paydo bo'ldi. Feruza mashinasining texnik muammosi tufayli ish haqqi yetmaydigan kichik ta'mirga pul sarflash kerak edi. Samir esa o'zining byudjeti cheklanganligi sababli unga yordam bera olmadi. Feruza ich-ichidan xavotirga tushdi, lekin u Samirga tabassum bilan qaradi. "Hamma narsani o'zim hal qilaman, tashvishlanma", dedi u, lekin uning ko'zlarida biroz alam sezildi. Samir esa uning quvnoqligi va iroda kuchiga qoyil qoldi, lekin ichki g'amni yashira olmadi. "Feruza, men yordam bera olmaganligimdan xafa bo'ldim", dedi u biroz uyalmish ohangda. Shu lahzada ular bilib oldi, sevgini faqat quvonch va kulguda emas, balki qiyinchiliklarda ham sinash kerak. Kichik moliyaviy qiyinchilik ularning munosabatini sinovdan o'tkazdi, lekin shu sinov ularni bir-biriga yanada yaqinlashtirdi. Feruza va Samirning yuraklari asta-sekin bir-biriga bog'lanib, ular bilishdi, haqiqiy sevgi shunchaki romantik lahzalar emas. Shu kuni ular bir-biriga qarab tabassum qilganlarida qalblarida yangi umid va ishonch paydo bo'ldi. Shahar kechasi sokin, lekin ko'cha chiroqlari porlardi. Feruza o'zining kichik kvartirasiga qaytib keldi. U kun davomida ish bilan band bo'lib, avtomoykada Samir bilan uchrashuvdan keyin his-tuyg'ularini boshqarishga urindi. Ich-ichidan u quvonch va xavotirni aralash his qilardi. Sevgi qalbini iliqlik bilan to'ldirsa-da, kambag'allik va kundalik qiyinchiliklar uning ongini bezovta qilardi. Samir esa uyga qaytib, moliyaviy hisobotlarini ko'rib chiqayotgan edi. Har bir qarz, har bir to'lov uning bosimini oshirardi. U Feruza bilan bo'lgan uchrashuvni eslab tabassum qilardi, lekin ich-ichidan xavotir ham uyg'onardi. Unga yordam bera olmasam, u meni tushunmasligi mumkin, deb o'yladi u. Keyingi uchrashuvlari ularni shahar parkiga olib bordi. Yashil daraxtlar orasida ularning suhbatlari tabiiy va ochiq edi. Feruza kichik hazillar bilan Samirni kuldirar, u esa unga o'zining kichik sirlari va hayotiy qiyinchiliklarini ochib bera boshladi. "Feruza, men seni juda qadrlayman, lekin ba'zida hayot shunchalik og'ir bo'ladiki", dedi Samir, yuzini biroz pastga egib. "Samir, men ham seni tushunaman. Hayot oson emas, lekin biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlasak, hamma narsani yengib o'tamiz", dedi Feruza tabassum bilan, lekin ko'zlarida tiniq bir qayg'u ham sezilardi. Shu paytda ular bir-birining qo'lini ushlashdi. Oddiy qo'l ushlash, ammo ularning qalblarida yangi umid va iliqlik uyg'otdi. Ular bilishardi, sevgining eng go'zal lahzalari quvonch bilan birga sinovlar bilan ham keladi. Bir necha hafta davomida ular bir-biriga yaqinlashdi, birga vaqt o'tkazishdan zavqlanishdi. Lekin kambag'allik ularning hayotida doimo soyaboni kabi turardi. Feruza ish haqini tejashga harakat qilardi, Samir esa har bir kichik xarajatni hisoblab chiqarar edi. Shu sababli har bir uchrashuvda ular nafaqat romantik quvonch, balki hayotiy muammolarni ham baham ko'rar edi. Bir kuni Samir Feruzaga taklif qildi. "Kel, kichik sayohat qilaylik. Bu shunchaki shahar ichidagi sayr bo'lsa ham biz uchun muhim.
Feruza quvnoq ohangda javob berdi. Ha, men ham shuni xohlardim. Birga vaqt o'tkazish bizga yangi kuch beradi. Shu kichik sayr ularning munosabatlarini yanada mustahkamladi. Har bir hazil, har bir kulgi, har bir qarash ularni bir-biriga bog'lab, sevgini yanada chuqurlashtirdi. Kambag'allik va qiyinchiliklar ularni sinashga urinayotgan bo'lsa-da, ular bir-birining qo'llab-quvvatlashida kuch topardi. Feruza va Samir bilardiki, hayot doimo oson bo'lmaydi, lekin haqiqiy sevgi faqat shirin lahzalarda emas, balki sinovlarda ham keladi. Shu paytda ular bir-biriga qarab jilmayganlarida qalblarida umid, ishonch va yangi sevgining iliqligi uyg'ondi. Ular bilishardi, sevgining eng go'zal lahzalari quvonch bilan birga sinovlar bilan ham keladi. Kunduz shaharni yangi yorug'lik bilan qoplagan edi. Quyoshning iliq nurlari asfaltga tushib, ko'chalarni porlatardi. Feruza va Samir esa shahar bo'ylab kichik piyoda sayr qilishardi. Har bir qadam ularni bir-biriga yaqinlashtirar, har bir so'z esa qalblaridagi iliqlikni kuchaytirardi. Feruza qo'llarini Samirning qo'liga tekkizdi va tabassum bilan dedi: "Men bilaman, hayot qiyin, lekin sen bilan bo'lganimda hamma narsani yengib o'tish mumkin." Samir uning ko'zlaridagi ishonchni sezib, ich-ichidan quvonch his qildi. Ularning yuraklari bir-biriga yaqinlashdi, lekin hayot hali ularga yangi sinovlarni tayyorlab qo'ygan edi. Shu hafta ichida ular moliyaviy majburiyatlarni birgalikda boshqarishga qaror qilishdi. Feruza o'z ish haqi bilan tejashga harakat qildi, Samir esa kichik qo'shimcha ishlarni topib, ularning byudjetini biroz ko'paytirdi. Har bir kichik yutuq, har bir kichik muvaffaqiyat ularning sevgisini mustahkamladi. Bir kuni ular shahar tashqarisidagi kichik bog'ga bordi. Daraxtlar orasida qushlarning sayrashi, shamolning barglarini silkishini tinglab, ular bir-birlariga chin dildan his-tuyg'ularini ochdilar. Feruza biroz uyalmay dedi: "Samir, men seni juda sevaman. Sen bilan birga bo'lganimda o'zimni baxtli his qilaman." Samir esa uni quchoqlab ko'zlariga qaradi. "Feruza, men ham seni sevaman. Sen mening hayotimni o'zgartirding. Birga bo'lsak, hech qanday qiyinchilik bizni sindira olmaydi." Shu lahzada ular bilib oldi. Haqiqiy sevgi faqat romantik lahzalar emas, balki bir-birining qo'llab-quvvatlashida ham namoyon bo'ladi. Moliyaviy qiyinchiliklar va hayotiy sinovlar ularni yanada mustahkam bog'ladi. Feruza va Samir bir-biriga qarab jilmaydi. Shu jilmayishda ular bilishardi. Ular endi bir-birini nafaqat sevishadi, balki birga hayotning barcha qiyinchiliklariga tayyor. Har bir kun ularning sevgisi va ishonchini kuchaytiradi, har bir kichik muvaffaqiyat qalblarini yanada yaqinlashtiradi. Shahar osmoniy qalin bulutlar bilan qoplangan edi. Yomg'ir tomchilari asfaltga tushib, shaharning gavjum ko'chalarini namlab boshladi. Feruza ishidan uyga qaytayotganida uning ongida moliyaviy majburiyatlar va kundalik tashvishlar bo'ldi. Har bir qadam, har bir qaror uning ichki dunyosida og'irlik yaratardi. Samir esa ish joyidan chiqqach, moliyaviy vaziyatni hisoblab, biroz tushkunlikka tushdi. U Feruzaga yordam berishni xohlardi, lekin o'z holati buni imkon bermasdi. Shu lahzada u bilib oldi. Haqiqiy sevgi nafaqat romantik lahzalarda, balki qiyinchiliklarni birga yengishda ham ko'riladi. Shu kuni ular tasodifan shahar markazidagi kichik kafe oldida uchrashishdi. Feruza qo'lini Samirning qo'liga tekkizib jilmaydi. "Samir, hayot qiyin, lekin biz birga bo'lsak, hamma narsani yengib o'tamiz." Samir ich-ichidan quvonchni his qildi, lekin ko'zlarida xavotir ham sezildi. "Feruza, men ham seni tushunaman, lekin ba'zida hayot shunchalik og'ir bo'ladiki, men qo'rqaman, seni xafa qilmasam bo'lmaydi", dedi u. Ularning suhbatlari shirin bo'lsa-da, hayot ularga yangi sinov tayyorlab qo'ygan edi. Feruza ish haqini tejashda harakat qildi, lekin kutilmagan xarajatlar uning rejalarini buzdi. Samir esa o'z mablag'ini to'g'ri boshqara olmaganligi uchun o'zini aybdor his qildi. Shu burilish lahzasida ular bilib oldi. Haqiqiy sevgi faqat quvonch va romantik lahzalar bilan emas, balki sinov va qiyinchiliklar orqali ham mustahkamlanadi. Har bir qaror, har bir tushunmovchilik ularni sinovdan o'tkazdi, lekin shu sinov ularni bir-biriga yaqinlashtirdi. Shu lahzada Feruza va Samir bir-birining qo'llarini ushladi, kelajak uchun umid va ishonch paydo qildi. Ular bilishardi, agar ular bir-birini qo'llab-quvvatlashni davom ettirsalar, hayotdagi barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishlari mumkin. Shu payt ular ich-ichidan his qildilar, sevgining eng go'zal va chinakam lahzalari sinovlar bilan keladi.
Shahar tun bilan qoplangan edi. Ko'cha chiroqlari sokin nur sochardi, ammo Feruza va Samirning qalblarida ichki hayajon va tushkunlik mavjud edi. Shu lahzada ular bilishardi, hayot doimo shirin bo'lmaydi, lekin haqiqiy sevgi sinovlarda namoyon bo'ladi. Feruza ishidan uyga qaytayotganida uning ongida kundalik tashvishlar qayta tiklandi. Har bir to'lov, har bir xarajat uni ich-ichidan charchatar edi. Shu paytda u bilib oldi, sevgi nafaqat quvonch, balki hayotiy majburiyatlarni ham birga yengish demakdir. Samir esa ish joyidan chiqqach, moliyaviy byudjetni hisoblab biroz tushkunlashdi. U Feruzaga yordam berishni xohlardi, lekin o'z holati buni imkon bermasdi. Shu lahzada u ich-ichidan o'zini sinab ko'rdi. Men uni xafa qilmasligim kerak, lekin qanday? Keyingi uchrashuvlarida ular shahar parkida kichik sayr qildi. Daraxtlar orasida shamol barglarni silkitar, qushlar sayrar edi. Shu manzarada Feruza biroz uyalmay dedi: "Samir, men seni juda sevaman. Sen bilan birga bo'lganimda o'zimni baxtli his qilaman." Samir esa uni quchoqlab ko'zlariga qaradi. "Feruza, men ham seni sevaman. Sen mening hayotimni o'zgartirding. Birga bo'lsak, hech qanday qiyinchilik bizni sindira olmaydi." Ularning sevgisi asta-sekin mustahkamlandi. Har bir kun, har bir uchrashuv ularni bir-biriga yaqinlashtirdi. Shu bilan birga kambag'allik va moliyaviy qiyinchiliklar ularni sinashda davom etdi. Har bir kichik muvaffaqiyat, byudjetni boshqarish, birgalikda xarajatlarni tejash, kichik sovg'a berish ularning sevgisini yanada chuqurlashtirdi. Bir kuni Feruza ishidan uyga qaytayotganda u kichik bir sovg'a oldi, Samirdan. U ich-ichidan quvonchni his qildi. U faqat sevgini emas, balki yordam va qo'llab-quvvatlashni ham qadrlashni o'rgandi. Samir esa Feruzaning quvnoq tabiatini, har bir so'zidagi samimiyatni his qildi. Shu lahzadan boshlab ularning sevgisi nafaqat romantik, balki chuqur hissiy bog'lanishga aylandi. Shu paytda ular bilib oldi, haqiqiy sevgi bu bir-birining quvonch va qayg'usini birga boshdan kechirish, sinov va qiyinchiliklarni yengishdir. Shu tariqa Feruza va Samir bir-biriga qarab jilmayganlarida qalblarida yangi umid, ishonch va sevgining iliqligi uyg'ondi. Shahar tun bilan qoplangan edi. Ko'cha chiroqlari sokin nur sochardi, ammo Feruza va Samirning qalblarida ichki hayajon va tushkunlik mavjud edi. Shu lahzada ular bilishardi, hayot doimo shirin bo'lmaydi, lekin haqiqiy sevgi sinovlarda namoyon bo'ladi. Feruza ishidan uyga qaytayotganida uning ongida kundalik tashvishlar qayta tiklandi. Har bir to'lov, har bir xarajat uni ich-ichidan charchatar edi. Shu paytda u bilib oldi, sevgi nafaqat quvonch, balki hayotiy majburiyatlarni ham birga yengish demakdir. Samir esa ish joyidan chiqqach, moliyaviy byudjetni hisoblab biroz tushkunlashdi. U Feruzaga yordam berishni xohlardi, lekin o'z holati buni imkon bermasdi. Shu lahzada u ich-ichidan o'zini sinab ko'rdi. Men uni xafa qilmasligim kerak, lekin qanday? Keyingi uchrashuvlarida ular shahar parkida kichik sayr qildi. Daraxtlar orasida shamol barglarni silkitar, qushlar sayrar edi. Shu manzarada Feruza biroz uyalmay dedi: "Samir, men seni juda sevaman. Sen bilan birga bo'lganimda o'zimni baxtli his qilaman." Samir esa uni quchoqlab ko'zlariga qaradi. "Feruza, men ham seni sevaman. Sen mening hayotimni o'zgartirding. Birga bo'lsak, hech qanday qiyinchilik bizni sindira olmaydi." Ularning sevgisi asta-sekin mustahkamlandi. Har bir kun, har bir uchrashuv ularni bir-biriga yaqinlashtirdi. Shu bilan birga kambag'allik va moliyaviy qiyinchiliklar ularni sinashda davom etdi. Har bir kichik muvaffaqiyat, byudjetni boshqarish, birgalikda xarajatlarni tejash, kichik sovg'a berish ularning sevgisini yanada chuqurlashtirdi. Bir kuni Feruza ishidan uyga qaytayotganda u kichik bir sovg'a oldi, Samirdan. U ich-ichidan quvonchni his qildi. U faqat sevgini emas, balki yordam va qo'llab-quvvatlashni ham qadrlashni o'rgandi. Samir esa Feruzaning quvnoq tabiatini, har bir so'zidagi samimiyatni his qildi. Shu lahzadan boshlab ularning sevgisi nafaqat romantik, balki chuqur hissiy bog'lanishga aylandi. Shu paytda ular bilib oldi, haqiqiy sevgi bu bir-birining quvonch va qayg'usini birga boshdan kechirish, sinov va qiyinchiliklarni yengishdir. Shu tariqa Feruza va Samir bir-biriga qarab jilmayganlarida qalblarida yangi umid, ishonch va sevgining iliqligi uyg'ondi.